Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya olayotgan har bir inson, ularning farzandlari va yaqinlari uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan boshlab pensionerlar ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinishi haqida ketmoqda. Bu oddiy xabar emas. Bu ko'pchilikning oilaviy byudjetiga, kommunal xarajatlariga, hujjat rasmiylashtirishiga va kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladigan yangilik. Men sizga bu masalada nima o'zgargani, avval qanday bo'lgani, endi kimlar yengillikdan foydalanishi, kimlar esa shoshilib xulosa qilmasligi kerakligini sodda qilib tushuntiraman. Chunki bunday yangiliklarda eng katta muammo shuki, odamlar xabarni eshitadi, lekin aniq qaysi to'lovlar, qaysi holatlar va qaysi hujjatlar haqida gap ketayotganini bilmay qoladi. Natijada kimdir ortiqcha pul to'lab qo'yadi, kimdir esa o'ziga tegishli imtiyozdan foydalanmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ayniqsa pensionerlarimiz uchun juda zarur. Men har bir bandni oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avval vaziyat qanday edi? Pensioner odam pensiya olgan bilan uning xarajatlari kamayib qolmas edi. Aksincha, ko'p hollarda dori-darmon, shifokor ko'rigi, kommunal to'lovlar, hujjat ishlari, bank xizmatlari, notarial tasdiqlar, ma'lumotnoma olish, ko'chmas mulk bilan bog'liq ayrim rasmiylashtirish xarajatlari ko'payib borardi. Pensiya miqdori esa har doim ham bu xarajatlarni bemalol qoplamas edi. Masalan, oddiy bir pensionerimizni olaylik. U oyiga 900 ming so'm yoki 1 million 200 ming so'm atrofida pensiya oladi. Uyda gaz, elektr, suv, chiqindi, telefon, internet, dori-darmon, bozordan oziq-ovqat olish bor. Agar ustiga ustak biror hujjat uchun davlat xizmatlari markaziga borish, notariusga murojaat qilish yoki bank orqali to'lov amalga oshirish kerak bo'lsa, har bir joyda kichik ko'rgan to'lovlar yig'ilib katta summaga aylanib ketardi. Yana bir muammo shuki, pensionerlarning ko'pchilik to'lovlar bo'yicha o'z huquqlarini aniq bilmaydi. Ba'zi joylarda xodimlar tushuntiradi. Ba'zi joylarda esa odamning o'zi so'ramasa imtiyoz borligini aytishmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, pensioner kishi o'z huquqini bilsa pulini ham, vaqtini ham, asabini ham tejaydi. Endi esa yangi tartibning eng muhim tomoni shundaki, iyuldan boshlab pensionerlar belgilangan turdagi to'lovlardan ozod etilishi nazarda tutilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensioner biror xizmatdan foydalanayotganda yoki ayrim rasmiy to'lovlar yuzaga kelganda, agar ushbu to'lov imtiyoz qo'llanadigan ro'yxatga kirsa, pensioner undan to'liq ozod qilinadi. Ya'ni chegirma emas, yarmini to'lash emas. Balki to'liq ozod bo'lish haqida gap ketmoqda. Lekin bu yerda juda muhim jihat bor. Odamlar pensionerlar barcha to'lovlardan ozod bo'ldi deb tushunib qolmasligi kerak. Har bir imtiyozning aniq chegarasi, qo'llanish tartibi va hujjat talabi bo'ladi. Men hozir aynan shu nozik joylarni batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda kimlar bu yangilikka e'tibor berish kerak? Eng avvalo yoshga doir pensiya oluvchilar. Ya'ni belgilangan pensiya yoshiga yetib, davlat tomonidan pensiya tayinlangan fuqarolar. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan bog'liq holatlarda pensiya oluvchi shaxslar yoki ularning qonuniy vakillari. Lekin har bir toifa bo'yicha imtiyoz bir xil qo'llanadimi yoki yo'qmi? Buni albatta tegishli tashkilotdan aniqlashtirish kerak. Endi oddiy misol bilan tushuntiraman. Faraz qilaylik, Arindakes yoshli Anvar ota pensiya oladi. O uydagi mulk hujjatini tartibga keltirish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qildi. Avval bunday xizmat uchun davlat boji yoki xizmat yig'imi to'lanishi mumkin edi. Agar yangi tartibda aynan shu xizmat pensionerlar uchun ozod qilinadigan to'lovlar ro'yxatida bo'lsa, Anvar ota pensiya guvohnomasini yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatini ko'rsatadi va belgilangan to'lovni qilmaydi. Natijada u 3 ming, 2 ming yoki undan ham ko'proq mablag'ni tejab qoladi. Boshqa misol, 7 yoshli Xadcha opa yolg'iz yashaydi. Unga biror ijtimoiy xizmat bo'yicha ma'lumotnoma kerak bo'ldi. Avval ma'lumotnoma olishning o'zi bepul bo'lishi mumkin, lekin ayrim tasdiqlash, nusxalash, elektron xizmat yuborish yoki rasmiylashtirish jarayonlarida qo'shimcha xarajat chiqardi. Endi agar bu xizmatlar bo'yicha pensionerlar uchun ozodlik belgilangan bo'lsa, Xadcha opa ortiqcha to'lov qilmasligi kerak. Bu kichik summadek tuyuladi, lekin oy davomida bir necha marta murojaat qilinsa, 1 ming so'mgacha tejalishi mumkin.
Uchinchi misolni ko'raylik. Pensioner kishi bank kartasi orqali pensiya oladi. Ba'zan kartani almashtirish, ma'lumotnoma olish, hisobdan ko'chirma chiqarish yoki ayrim bank xizmatlarida komissiya masalasi paydo bo'ladi. Bu yerda ham hamma narsa avtomatik bepul bo'lib qoladi deb o'ylamaslik kerak. Agar hukumat yoki tegishli idora qarorida aynan bankdagi ma'lum xizmatlar pensionerlar uchun bepul deyilsa, shunda imtiyoz ishlaydi. Aks holda bankning o'z tariflari amal qilishi mumkin. Shuning uchun pensioner bankka borganida men pensionerman, ushbu xizmat bo'yicha imtiyoz bormi deb albatta so'rashi kerak. 4-misol. Er-xotin ikkalasi ham pensioner. Ular uy-joy bilan bog'liq hujjatni rasmiylashtirmoqchi. Agar mulk erning nomida bo'lsa va xizmatni eri oladigan bo'lsa, imtiyoz uning pensioner maqomiga qarab qo'llanishi mumkin. Agar hujjat farzand nomida bo'lsa. Lekin to'lovni pensioner ota qilayotgan bo'lsa, bu holatda imtiyoz avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Chunki ko'pincha imtiyoz xizmatdan foydalanuvchi shaxsga yoki hujjat egasiga bog'liq bo'ladi. To'lovni kim qilayotganiga emas. Mana shu farqni juda yaxshi tushunib olish kerak. Yana bir muhim savol. Pensionerlar qaysi to'lovlardan xavotir olmasligi kerak? Agar sizga tegishli xizmat qonuniy ravishda imtiyoz ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa, sizdan pul talab qilishsa, darhol tushuntirish so'rashingiz kerak. Qaysi asosga ko'ra to'lov olinmoqda? Pensionerlar uchun imtiyoz qo'llamadimi deb so'rang. Bu oddiy savol emas. Bu sizning huquqingizni himoya qiladigan savol. Lekin qaysi holatda xavotirlanish kerak? Agar siz imtiyoz bor deb eshitib, lekin hujjatsiz bo'lsangiz, muammo chiqishi mumkin. Masalan, shaxsiy guvohnoma yo'q. Pensiya tayinlangan haqida ma'lumot ko'rmayapti. Tizimda xatolik bor yoki siz boshqa odam nomidan xizmat olyapsiz. Bunday paytda xodim imtiyozni darhol qo'llay olmasligi mumkin. Shu sababli hujjatlarni oldindan tayyorlash juda muhim. Men yana bir hayotiy holatni aytaman. Ko'p pensionerlar farzandlari orqali ish bitiradi. Masalan, ona uyda, o'g'li davlat xizmatlari markaziga boradi. Agar xizmat onaning nomidan rasmiylashtirilsa, o'g'ilda ishonchnoma bo'lishi talab qilinishi mumkin. Shunchaki onam pensioner deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar ishonchnoma bo'lmasa yoki vakolat tasdiqlanmasa, imtiyoz qo'llanmay qolishi ehtimoli bor. Shuning uchun yaqinlaringiz nomidan harakat qilayotgan bo'lsangiz, oldindan vakolat masalasini aniqlab oling. Bu yangilikning asosiy ijobiy tomoni nimada? Birinchidan, pensionerning qo'lida ko'proq pul qoladi. Ikkinchidan, hujjat ishlari osonlashadi. Uchinchidan, davlat idoralariga murojaat qilishdan qo'rqish kamayadi. Chunki ko'p keksalarimiz yana pul so'rashadi, yana xarajat chiqadi deb kerakli ishni ham ortga surib yuradi. Endi esa agar imtiyoz to'g'ri ishlasa, pensioner o'z masalasini vaqtida hal qilish imkoniga ega bo'ladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Eng birinchi nozik jihat, imtiyoz hamma joyda bir xil ishlamaydi, chunki to'lovlar turli bo'ladi. Davlat boji bor, xizmat yig'imi bor, komissiya bor, jarima bor, penya bor, shartnoma asosidagi xizmat haqi bor. Bularning har biri huquqiy jihatdan alohida tushuncha. Masalan, davlat boji bo'yicha imtiyoz berilgan bo'lishi mumkin. Lekin xususiy tashkilotning xizmat haqi saqlanib qolishi mumkin. Yoki aksincha ayrim xizmat yig'imlari bekor qilinadi, lekin kechiktirilgan to'lov uchun penya qoladi. Shuning uchun to'lov degan so'zning o'zi juda keng. Pensioner har doim aynan qaysi to'lovdan ozod qilinayotganini aniqlashi kerak. Ikkinchi nozik jihat, eski qarzdorliklar. 1 iyuldan yangi tartib kuchga kirsa, bu avvalgi barcha qarzlar avtomatik o'chib ketadi degani emas. Masalan, biror xizmat uchun 1 iyulgacha qarzdorlik paydo bo'lgan bo'lsa, uni bekor qilish alohida tartibga bog'liq bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar endi ozod bo'ldik, demak eski qarz ham yo'q deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Yangi imtiyoz odatda kuchga kirgan sanadan keyingi munosabatlarga tatbiq etiladi. Agar alohida qarorda eski qarzlar ham kechiriladi deyilmagan bo'lsa, ularning taqdiri boshqa tartibda hal qilinadi. Uchinchi nozik jihat jarimalar. Pensioner bo'lish barcha jarimalardan ozod bo'lish degani emas. Masalan, yo'l harakati qoidasi buzilsa, kommunal hisoblagichga aralashuv bo'lsa, hujjatni vaqtida topshirmaslik oqibatida jarima belgilansa, bular alohida masala. Imtiyoz rasmiy xizmat to'lovlariga tegishli bo'lishi mumkin. Lekin qonunbuzarlik uchun javobgarlikdan ozod qilmasligi mumkin. Shuning uchun men pensionerman, jarima to'lamayman degan fikr xavfli. 4-nozik jihat yashash joyi. Ba'zi imtiyozlar respublika bo'yicha bir xil bo'ladi. Ba'zilarida mahalliy tartibga,
hududiy dasturlarga yo'q alohida tashkilot qoidalariga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida bir xizmat elektron tarzda tez ishlashi mumkin. Tumanlarda esa qo'shimcha ma'lumot talab qilinishi mumkin. Bu pensionerning aybi emas, lekin amaliyotda shunday holatlar uchraydi. Shuning uchun har bir murojaatda xodimdan aniq javob oling. 5-nozik jihat. Avtomatik qo'llanish. Ba'zi tizimlarda pensioner maqomi elektron bazadan ko'rinadi. Bunday holatda siz faqat pasport yoki ID karta ko'rsatasiz, tizim o'zi pensiya olishingizni aniqlaydi. Lekin hamma joyda ham tizimlar bir-biriga ulangan emas. Ba'zan pensiya guvohnomasi pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumotnoma yoki pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumot talab qilinadi. Agar tizimda xatolik chiqsa, sizdan vaqtincha to'lov talab qilishlari mumkin. Bunday vaziyatda shoshilib pul to'lab yubormang. Avval rahbar xodimdan yoki mas'ul mutaxassisdan tushuntirish so'rang. 6-nozik jihat. Bir uyda bir nechta odam yashashi. Masalan, uy pensioner nomida, lekin u yerda farzandlar, nevaralar ham yashaydi. Ayrim imtiyozlar aynan pensioner shaxsiga beriladi. Ayrimlar esa uy xo'jaligi yoki mulkka bog'liq bo'ladi. Agar to'lov mulk egasiga qarab hisoblanadigan bo'lsa, pensioner maqomi ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar xizmat boshqa shaxs nomidan rasmiylashtirilsa, imtiyoz qo'llanmasligi mumkin. Shu sababli kim xizmat oluvchi, kim mulk egasi, kim ariza beruvchi ekanini aniq ajratish kerak. 7-nozik jihat, xususiy xizmatlar. Davlat idoralaridagi imtiyoz xususiy korxonalar uchun avtomatik majburiy bo'lmasligi mumkin. Masalan, xususiy klinika, xususiy notarial xizmatning ayrim qo'shimcha xizmatlari, xususiy transport, xususiy servis markazlari o'z narx siyosatiga ega bo'lishi mumkin. Agar qonunda yoki shartnomada alohida majburiyat bo'lmasa, ular pensionerga chegirma bermasligi mumkin. Ammo ko'p joylarda ijtimoiy mas'uliyat sifatida chegirmalar bor. Shuning uchun so'rashdan uyalmang. 8-nozik jihat imtiyozdan foydalanish uchun ariza kerak bo'lishi. Ayrim holatda imtiyoz avtomatik beriladi. Ayrim holatda esa ariza yozish shart. Masalan, men pensioner sifatida belgilangan to'lovdan ozod etishingizni so'rayman degan mazmunda oddiy ariza talab qilinishi mumkin. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, pensiya turi, murojaat qilinayotgan xizmat nomi ko'rsatiladi. Arizaga hujjat nusxalari ilova qilinadi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning pensioner maqomingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. ID karta yoki pasport albatta yoningizda bo'lsin. Agar pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqida hujjatingiz bo'lsa, uning nusxasini ham olib yuring. Hozir ko'p narsa elektron bazada ko'rinadi, lekin hujjat yoningizda bo'lsa, bahs kamayadi. Ikkinchi qadam. Qaysi xizmat uchun murojaat qilayotganingizni aniq biling. Masalan, siz ma'lumotnoma olyapsizmi? Mulk hujjatini rasmiylashtiryapsizmi? Bank xizmatidan foydalanyapsizmi? Kommunal tashkilotga murojaat qilyapsizmi yoki notarial tasdiq kerakmi? Har bir xizmatda to'lov turi boshqa bo'ladi. Shuning uchun men nima uchun pul to'layapman degan savolni bering. 3-qadam. To'lov qilishdan oldin imtiyozni so'rang. Juda ko'p odamlar avval pul to'laydi, keyin aslida bepul ekan deb bilib qoladi. Pul qaytarish esa har doim ham oson emas. Shuning uchun kassaga borishdan oldin, elektron to'lovni tasdiqlashdan oldin yoki kvitansiya chiqarishdan oldin pensionerlar uchun ozodlik bor yo'qligini aniqlang. 4-qadam. Agar sizdan baribir to'lov talab qilishsa, yozma asos so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Iltimos, ushbu to'lov qaysi normativ hujjat asosida olinayotganini ko'rsating deb ayting. Madaniyatli, xotirjam, lekin qat'iy bo'ling. Ko'pincha odam huquqiy asos so'raganda xodim masalani qayta tekshiradi va imtiyoz borligi aniqlanadi. 5-qadam. Ariza yozishni biling. Ariza murakkab bo'lishi shart emas. Unda shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men pensioner sifatida amaldagi tartibga muvofiq mazkur xizmat bo'yicha belgilangan to'lovdan ozod etishingizni so'rayman. Pensioner maqomini tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi. Shundan keyin sana imzo, telefon raqami yoziladi. Agar siz boshqa odam nomidan murojaat qilayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma yoki vakolatni tasdiqlovchi hujjatni ham ilova qiling. 6-qadam. Kvitansiyalarni saqlang. Agar sizdan noto'g'ri to'lov olingan bo'lsa, pulni qaytarish uchun kvitansiya kerak bo'ladi. Telefoningizda rasmiga olib qo'ying, qog'oz nusxasini yo'qotmang. To'lov sanasi, summa, tashkilot nomi va xizmat turi ko'rinib tursin.
7-chi qadam, agar muammo hal bo'lmasa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Masalan, davlat xizmatlari markazida muammo bo'lsa, markaz rahbariyatiga yoki tegishli agentlikning ishonch telefoniga murojaat qilish mumkin. Pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Kommunal sohada tushunmovchilik bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning abonent bo'limiga yozma murojaat qiling. Bank xizmatida muammo bo'lsa, bankning bosh ofisiga yoki mijozlar murojaati bo'limiga shikoyat qoldiring. 8-chi qadam, farzandlar va nevaralar bu ma'lumotni ota-onasiga tushuntirsin. Ko'p pensionerlar internetdagi xabarni ko'radi, lekin qaysi joyda qanday foydalanishni bilmaydi. Agar sizning ota-onangiz, bobo-buvingiz pensiya olsa, ularga hujjatlarni tartibga keltirib bering. Telefonda kerakli raqamlarni saqlab qo'ying. Qayerga borsa, nimalarni so'rash kerakligini yozib bering. Men amaliy jihatdan yana bir maslahat beraman. Har safar biror idoraga borganingizda 3 ta savolni bering. Birinchisi, bu xizmat uchun to'lov bormi? Ikkinchisi, pensionerlar uchun imtiyoz bormi? Uchinchisi, imtiyoz qo'llanishi uchun qanday hujjat kerak? Mana shu 3 savol sizni ko'p ortiqcha xarajatlardan asraydi. Agar sizga imtiyoz yo'q deyishsa, darhol baxtlashib ketmang. Avval xodimdan asos so'rang, keyin boshqa mutaxassisga murojaat qiling. Ba'zan xodimning o'zi ham yangi tartibdan to'liq xabardor bo'lmasligi mumkin. Yangi qarorlar kuchga kirgan dastlabki kunlarda amaliyotda chalkashliklar bo'lishi tabiiy. Lekin bu siz pul to'lab yuborishingiz kerak degani emas. Siz huquqingizni xotirjam himoya qilishingiz kerak. Yana bir muhim ogohlantirish. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Bunday yangiliklar chiqqanda ayrim odamlar men imtiyozni rasmiylashtirib beraman. Pul bersangiz to'lovlardan butunlay ozod qilib qo'yaman. Bazaga kiritib beraman deb aldashi mumkin. Hech qachon begona odamga pul bermang. Imtiyoz qonuniy bo'lsa, u rasmiy idora orqali belgilangan tartibda qo'llanadi. Buning uchun kimningdir cho'ntagiga pul berish shart emas. Agar siz elektron xizmatlardan foydalanishni bilsangiz, my.gov.uz kabi rasmiy portallar orqali ham ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Lekin hamma pensioner ham internetdan erkin foydalana olmaydi. Shuning uchun farzandlar yordam berishi juda muhim. Elektron kabinetga kirib, xizmat nomini ko'ring, to'lov chiqsa, imtiyoz bandi bor yo'qligini tekshiring. Agar tushunarsiz bo'lsa, onlayn murojaat qoldiring yoki kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Shuni ham unutmang, imtiyoz sizga yordam berish uchun joriy qilinadi, lekin undan foydalanish uchun siz faol bo'lishingiz kerak. O'zi aytishar deb kutib o'tirmang. Har bir xizmatda so'rang, tekshiring, hujjatni ko'rsating, kerak bo'lsa ariza yozing. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Demak, 1 iyuldan pensionerlar uchun belgilangan to'lovlardan to'liq ozod qilish tartibi ko'plab keksalarimizga real yengillik berishi mumkin. Eng muhimi bu yangilikni to'g'ri tushunish kerak. Hamma to'lovlar emas. Aynan tartibda ko'rsatilgan to'lovlar. Hamma holatda avtomatik emas. Ayrim joylarda hujjat yoki ariza kerak bo'lishi mumkin. Eski qarzlar va jarimalar esa alohida masala sifatida ko'riladi. Men sizga tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni tayyorlang. To'lov qilishdan oldin imtiyozni so'rang. Yozma asos talab qiling. Kvitansiyalarni saqlang va kerak bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qiling. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, ularga bu videodagi ma'lumotlarni albatta tushuntiring. Sizningcha pensionerlar yana qaysi to'lovlardan ozod qilinishi kerak? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Men esa keyingi videolarda pensionerlar, nafaqalar, ijtimoiy yordamlar va davlat imtiyozlari bo'yicha eng muhim yangiliklarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.